Sharqiy Turkiston masalasi dunyo kun tartibiga kirmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun Aysa ve hemkarlıqidagi Hay'at Avstraliya parlament a'zolari ve Tashqi ishlar ministrligida ziyoratda bo'lib, Sharqiy Turkiston masalasini tonishtirib, Uyg'urlarning mushkul vaziyati haqida fikr almashtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Sitim Turk boshchiligidagi bir hay'at Yaponiya poytaxti Tokiodagi parlament yig'in zalida Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistonning vaziyati haqida doklad berdi. Bermilik minglagan ayolning tutqun qilinib, Xitoylar bilan o'ynashga majburlanganligi o'tirg'a chiqdi. Johns Hopkins Bloomberg Xalq sog'liqi maktabi va Kachin ayollar birligi Tayland sho'basi tomonidan elib berilgan tadqiqotga asoslanganda, Bermadan Xitoyga elib berilgan minglagan ayol va yosh qizlar Xitoy bilan o'ynashga va tug'ishga majburlangan. Tadqiqotda Bermaning Kachin va Shan o'lkalari bilan Xitoyning Yunan o'lkasida 7400 dan ortiq ayolning majburiy to'yining qurboni bo'lganligi hamda tug'ishga majburlanganligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bir jo'grafiyalik rayonda elib berilgan bu tadqiqotlar boshqa tajribalarga asosan qurbonlar sonining bundan texim ko'p ekanligini ko'rsatdi. Gollandiyada musulmonlarga hujum qilishni planlagan bir irqchi shaykaning kattivishiga 3 yillik qamoq jazosi berildi. Gollandiya Jotbin sot mahkamasi musulmonlarga qarshi hujum planlaganligi sababli bir irqchi guruhning boshlig'iga qamoq jazosi hukm qildi. Mahkamaning bayonotida musulmonlarga qarshi terrorlik hujum planlaganligi va qonunsiz qurol saqlaganligi sababli 44 yoshli bu kishiga 3 yillik qamoq jazosi berganligi bildirildi. Taliban kuchlarining Afg'onistonning g'arbidagi Herat viloyatidagi bir harbiy shtabga qilgan hujumida 14 askarning o'lganligi bildirildi. Herat valiy mahkamasining bayonotchisi Jaylani Farhod 14 askarning hayotidan ayrilganligini, 20 askarning asirga tushganligini bildirdi. Xitoy turmasida hayotidan ayrilgan olim Abdukerim Abduvali uchun İstanbulda g'oyibona jinoz namozi o'qildi. Juma namozidan keyin ko'plagan Sharqiy Turkistonliklar Küçükçekmece rayoni Gültepe mahallasidagi Fatih Camisining hovlisiga jam bo'lib, olim uchun jinoz namozi o'qidi.